Atmışlar. Qizlarni mashinasi edi. Ha. Garadskoy ro'parasidan o'tyapman, svetoforga endi yetaman aka. Mashina ochildimi? Ha, bo'ldi aka. Pelemechka simim bor, hozir Gumbazdan o'tyapman aka. Aka, dachaman solazashim siznikiga bo'latmishlar. Qizlarni mashinasi edi. Ha. Biz o'zimizni do'konimiz bor, ashunga chaqirib ochib beramiz. Ha. Biz ochib oldik. Ha. Nima? Pattani yonib qoldirib qo'yish. Ha. Ochyapti, kablolar yonyapti. Ha. Ha, bo'ldi. Xohlasa ular yurgizib beramiz aka. Bir 15 minut o'chirmay turasizlar. Orqani ochib ko'rsatdi. Shoperni bitta ko'rsatib olagan. Ishini bitkizib berdim. Akalar baribir tortishib 100 ming so'm berdi. 1000 minutda roziman, lekin buni ham o'ziga yarasha mashaqqati bor. 2 minutda 100 ming, 3 minut, 2 minutda ochib qo'yib, yurgizib berib 150 ming deysanmi, deydiganlar uchun shuni videoga olib qo'yapman. Mana soatimiz 2 dan 5 minut o'tdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, avvalo kerak bo'lmasin, kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar.